Ilya Topuria Islom jarohatini bahona deb hisoblab, jang bekor bo'lganini ochiq tanqid qildi. Habib Nurmagomedov esa bunga keskin javob berib, Topuriani hurmatsizlikda aybladi va uni haqiqiy darajasi tez orada bilinadi deb aytdi. UFC turniri jang haftaligi start oldi. Turnirga Israel Adesanya va Joe Pyfer boshchilik qiladi. Adesanya deyarli 14 oydan keyin oktagonga qaytmoqda va hozir 3 ta ketma-ket mag'lubiyatli seriyada. Oxirgi marta 3 yil oldin g'alaba qozongan edi. Joe Pyfer esa 3 ta ketma-ket g'alabali seriyada kelmoqda. UFC'dagi umumiy rekordi 6-1. O'rta vazn reytingida 14-o'rinda. Adesanya esa 4-o'rinda turibdi. Janglar 29-mart kuniga o'tar kechasi soat 2:00 da boshlanadi. Asosiy janglar esa 29-mart tong saharda soat 5:00 da start oladi. Bu jang tajriba va yangi kuch to'qnashuvi. Siz kimga muxlislik qilasiz? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Islom Makhachev avgustda jang qiladi. Raqib yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Buni shaxsan Dan White ma'lum qildi. Shuningdek, Conor McGregor Max Holloway bilan revansh jangiga juda yaqin. Jang 11-iyulga rejalashtirilmoqda. Yana bir katta yangilik. Pyotr Yan va Merab Dvalishvili trilogiya jangini iyul o'rtalarida yoki oxirlarida o'tkazish mumkin. Agar bular tasdiqlansa, bu so'nggi yillardagi eng zo'r yoz bo'lishi mumkin. Conor va Max jangi haqida Ariel Helvani shunday dedi. O'ylaymanki, ishonch bilan aytish mumkin. Conorning 11-iyulda jang qilmasligi uchun dahshatli bir narsa sodir bo'lishi kerak. Max Hollowayning dam olish kunlaridagi izohlari hamma narsani aytib turibdi. Max aqlli yigit. Agar u bizga nimadir yetkazmoqchi bo'lsa, men hayron qolmayman, dedi Ariel Helvani. Shaxsiy fikrim. Menimcha bu gaplar ortida oddiy hype emas, real signal turibdi. Ariel Helvani bekorga bunday ishonch bilan gapirmaydi. Ayniqsa Max Holloway kabi tajribali jangchi ishora tashlayotgan bo'lsa, demak ichkarida allaqachon nimadir kelishilgan yoki yaqin. Ilya Topuria Islom Makhachev Oq uy turniridagi jangdan qochganini ta'kidlamoqda. Uning aytishicha, u va Islom Makhachev Oq uyda o'tadigan turnirda jang qilishi mumkin edi. Topuriyaning so'zlariga ko'ra, hatto jangni rasman e'lon qilish ham ertasi kuniga rejalashtirilgan bo'lgan. Biz Oq uyda jang qilishimiz kerak edi. E'lon ham ertasi kuniga tayyor edi. Ammo men ertalab uyg'onganimda menga Islom jarohat olganini aytishdi. Islom yana bahona topdi. Bu safar bahona jarohat. Men har doim Oq uyda bo'ladigan turnirning bir qismi bo'lishimni bilardim. Hatto UFC bir paytlar meni bu tadbir uchun rejalashtirmayotganini aytganda ham. Bu shunchaki muzokaralarning bir qismi ekanini tushunardim. Nihoyat ular menga Oq uy kardida jang qilishimni aytishganida, Islomning nomini tilga olishdi va men jangga rozi bo'lish uchun bir soniya ham ikkilanmadim, dedi Ilya Topuria. Ilyaning bu gaplariga Habib Nurmagomedov shunday javob berdi. Men sabrsizlik bilan kutyapman, qachondir Islom shu mitta odamni nokaut qiladi va karyerasiga nuqta qo'yadi. U UFC'dagi eng yoqimsiz jangchi. Hatto Conor ham uning oldidan aqlli ko'rinmoqda. U hech kimni hurmat qilmaydi, doim uning soxta egoist ekanligi haqida eshitamiz. Bundan tashqari u hali hech qachon haqiqiy kurashchiga duch kelmagan, lekin tez orada o'zining haqiqiy bahosini bilib oladi, deb javob berdi Habib Nurmagomedov. Bu vaziyat oddiy gap so'z emas, katta konflikt va hype boshlanib bo'ldi. Agar jang bo'lsa, bu nafaqat sport, balki shaxsiy prinsiplar to'qnashuvi bo'lishi aniq. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanali edi. Ertangi roliklarda ko'rishguncha barchangizga